Yozda endi xuddi shu mahsulotlar Qorasuvimizda ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Akamiz Andijon viloyati Qorasuv shahridan keldi. Mana kech bo'lishiga qaramay, xudo xolisa qoliplarimizni, zakazlarni olib chiqib ketyapti. Akasi Gold Clinikerga keldingiz, ishlab chiqarishni o'rgandingiz. Общий necha kvadrat qolip oldingiz? Jami 25 metr kvadrat boshlanishiga qolip oldingiz inshaalloh. Bizning korxonada necha kun mehmon bo'lib o'rgandingiz? Bir hafta, xudo xolisa. Qalay bo'ldi aka o'rganish? Zo'r bo'ldi. Mana o'zingiz bu yerda aka ishlab yurib ko'rdingiz. Mahsulotlarga bo'lgan talab qanaqa ekan? Talablarimiz o'ta kuchli ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab talablar sizlardan olib ketyapman. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ko'pchilik aka biznes ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarish oson-u, uni sotish muammo deydi. Xudo xolisa sotishda muammo yo'q aka bu ishda. Kimga mana boshqa viloyat, boshqa davlatdan kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol bizning korxonaga kela olasizlar. Ishlab chiqarishni o'rgatamiz. Rizq Allohdan, Xudo xolisa sababini zo'r qilib o'rgatamiz. O'zingizlarning viloyatingizga, o'zingizlarning davlatingizga borib, xuddi shunday go'zal, sifatli bo'lgan Gold Cliniker mahsulotlarini chiqarishinglar mumkin. Sizlarni Gold Cliniker korxonasida kutaman.